Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni o'rnatdik. Bu darvozamiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga o'rnatib berdik. Darvozalarimiz qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, listlarimiz ikkilik listdan bo'ldi. 2 qavatli darvozamiz, chechen fasonli darvoza deb qo'yishadi. Ko'rishingiz mumkin. Nerjayinkalargacha yopishtirib berganmiz, chiroyli qilib. Stoykalarimiz 10 ga 5 shvillerdan bo'ldi. Profillari polni ichki profillari 6 ga 4. Listlarimiz ikkilik listli darvoza. Profillari mana bu nerjayinka joylab polni profilni 6 ga 4 profildan bo'ldi. 1.7 stenkada bo'ldi. Mana tepa qismlarini ham ko'rishingiz mumkin bir xil holatda. Zamoklarimiz yaxshi zamokdan, so'rakalik yangi kelgan zamoklarimizdan. Ochilib yopishlariga ham garantiya berilaveradi. Orqa tomondan ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, mana orqalari ham tekis bo'ladi. Ikkinchi qavati. Mana shunday holatda. Mana bunaqa joylarimiz sentr zamokdan bo'ladi. Bir qo'lda ochib yopib bemalol ish qilishaveradi. Bu darvozamiz kvadrat metri 1.300.000 so'm, 1.400.000 so'mdan kelishilgan holatda tayyorlab berilyapti. Kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling, Allohga emanet.